Dunyodagi eng mashhur yolg'on. Mashhurda olmasangiz xafa bo'laman. Azizlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar? Hozir erkaklar hojatxonasiga kirsam, bittasi Guli seni sevaman, men tashlab ketma deb yozib qo'yibdi. Xuddi shu Guli erkaklar hojatxonasiga kirib uni o'qiydi-da uni. Kecha ingliz tilidan imtihonga kirib, 6 ni inglizchasini noto'g'ri talaffuz qildim, haydab yuborishdi. Yoshligimda nima kiyishim menga qiziq bo'lmagan, chunki uydagilar olib berardi. Shu yoshligimda rasmlarni ko'rib qoldim, nafaqat menga, uydagilarga ham qiziq bo'lmagan ekan nima kiyishim. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Tirkoylarda yechganinglarda rezinkasini izi qolib ketadi-yu. Shuni qashlasanglar maza qilib olasizlar. Hurmatli bolalar, tushinglarda bitta qiz kelib, yuring ketdik desa unamanglar, tuzoq bo'lishi mumkin. Yigirma 28 ga kirgan qizlar sovchilarga Telegramdan lokatsiyani o'zi tashab berar ekan. Manda chiqqandan keyin 35 ball to'plab diqqat bo'lib yurganlar. Siqilmaylar hali. Bu kallelardan ko'p imkoniyat bo'ladi yiqilishga. Bugun Chelsea 3-0 yutkazib qo'ydi. Chunki futbolkasining oldida 3 raqam bor-da. Keyin o'ylab qoldim, yaxshi ham bular 28 raqamni qo'yib qo'ymagan deb. Endi bitta gapda ingliz tilini 3 oyda o'z ona tilingizdek gapiring degan reklamalar bitta qizga qarab, menga tegsang 3 oyda tug'asan degan ma'no bilan bir xil.